Selam dostum. Мен seni bizning laboratoriyamizda ko'ruma bek shodman. Birde biz qiziqli tajribalar o'tkazamiz, fanniy oshishlar yasaymiz, ham mavqtirg'ish, bosh votqishlar shishamiz. Sen hazırmı dostum? Olaysa ketdik. Dostum, men bugun da senga bir bekda qiziqli bosh votqish hazırladim. İhtibor bilan tingla. Menim mana shunday 10 tugaragim var. Men şu 10 tugarakni 5 bir türlü sızıqqa o'rnashtirishga tegish. Hem her bir sızıqda da 4'er tugarak bo'lirga tegish. O'ylab qarasang, bu birimning nendek qatlovliligi bor edi. Yo'q do'stlar. Sızıqlar 5'e bularga tegish. Tugaraklar 10. Eğer de biz ularni tegiz bo'lsak, har bir sızıqqa 2'şergina tugarak chiqa. Do'stlar, mening bugungi bosh votqishimni shisha olarsizmi ekan? Men sizga o'ylarga birozgina vaqt beraman. Birimni tag'in bir qat qabatlayman. Siz mana shu oq qog'oz betini 5 bir turli siziq yasarga tegishsiz. Ham shu siziqlarning har birisida da 4'er tugarak o'rnashirga tegish. Ya do'stlar, shisha oldingizmi mening bosh votqishimni? Shisha olmasangiz bir chilmag'iz. Men hozir onun javobini aytaman. Demak, haligi bosh votqishning sharti bo'yicha siz 5 bir turli siziq sizarga ham haligi 5 siziqqa haligi 10 tugarakni o'rnashtirishga tegishsiz. Lekin har bir siziqda da 4'er tugarak o'rnashtirishga tegish. O'ylab qarasang, bekda qatlovli birim bu do'stlar. Lekin onun shishilishi bek g'adi. Men hozir shu oq qog'oz betini motor bir rasm yasayman. Motor kelib chiqdimi do'stlar? Lekin men bu yulduzni bulaygina yasamadim. Aydagiz do'stlar, bu yulduzni yasaganda sızılgan sızıqlarni sanayıq. Demek 1, 2, 3, 4 hem 5. Bosh votqishning birinchi sharti o'taldi. Hozir bosh votqishimizni olg'a taba shishamiz. Shu siziqlarga tugaraklarni o'rnashtira boshlaymiz. 1, 2, 3, 4. Devam etamiz. Mınsına da birini qo'yik. Bu o'rniga da, mınsına da. Ham barlig'i 3 tugarak qoldi. Olarini da mana shunda o'rnashtiramiz. Aydagiz hozir birgalab sanab qarayıq. Demak, har bir siziqda 4'er tugarak bo'lirga tegish. Birinchi siziq 1, 2, 3, 4 bo'ldi. İkinci siziqda 1, 2, 3, 4 tugarak. Bunisi da bo'ldi. Üçüncü siziq 1, 2, 3, 4 bo'ldi. 1, 2, 3, 4 bo'ldi. Hem 1, 2, 3, 4 bo'ldi. 5 siziqda da 4'er tugarak bo'ldi. Mana shulay do'stlar. Ishodim sizga bugungi bosh votqish. Ishonsa, men bunday bosh votqishlar ko'rsatuvimni kelasi topshiriqlarda da davom etaman. Shunga ko'ra bizni qoramay qolmag'iz do'stlar. Amin. Eliga sizning bilan sog' bo'lasham. Kelasi uchrashuvlarga qadar. Xush.